ochiq mashg'ulot o'tkazyapti Surxon jamoasi. Mana bu o'rindiqlar. Mana o'yinchilar mashg'ulotlar olib boryapti. Mashg'ulotlar qiziq bo'layapti. Endi 16-mart kuni Surxon jamoasi Xorazmga qarshi o'yin olib boradi. O'yin oson bo'lmaydi. Xorazm yaxshi shakllanganligini shu o'tgan bilan o'yinda ko'rdik. Surxon o'z maydonida to'p suradi. Muxlislar bilan mana stadion to'lib toshishiga ishonamiz. Surxon jamoasi murabbiylari mashg'ulot olib boryapti. Behruz Shaydulov hozirga intervyu bergan futbolchi maydonga qaytdi mashg'ulotlarga. Mana Adidas to'plari. Fan klubdan kamroq odam kelgan, lekin 16-mart kuni muxlislar bilan to'lib toshadi stadion.